Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli Nolon kanali kuzatuvchilari va drab kashfozlari. Bugun mana biz xudo xolasa eski klientimiz Otabek aka uylariga kelib, mana hozir yem shalkamiz olib kelib, mana video davomida shu jarayonni ko'rsatib beramiz. Oldin mana Otabek aka drabik olishganda, katta drabkamizdan mana undan drabkamiz naql bo'lgandan keyin mana mishalkamizga ham zakaz berishdi. Buni ham bir olib kelib, bu yoqda ishlarni ko'rsatib beryapti. Hozir mana o'g'illari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka bor. Xohlaringiz yaxshimi aka? Tuzimsiz? Rahmat, Xudoga shukr. Sizlarni charchamayapsizmi aka? Rahmat, Xudoga shukr. O'sha boshida bu apparatlar kelishidan oldin hammasi ruchnoy bo'lardi. O'tlarni ham qo'lda tayyorlanardi. Qiyinchilik bo'lardi. O'tsa qo'yga qarash oson emas. Keyin Nolan jamoasiga murojaat qilganimizdan keyin yetkazib berishdi. 10 kun oldin drabilkani oldik. Mana o'zlari olishgan. Ko'rishlarimiz katta mana 60 sentlik mana kruchoylik, mana pichoqlari ham atorniy bo'ladi, 3 qavatli bo'ladi. Mana kalyoniy segmentlar olingan. Zo'r holatda mana qo'lotni ham, qorg'otni ham makka bo'ladi. Hamma narsani chiqaradi. Eng asosiysi 220 ga ishlaydi. Apparatimiz ham shu holatga holatda, hamma yoqda mana oyoqchasi bor. Yonboshlar ishlasa ham bo'ladi mana. Mazza qilib videolar qilganlar ishlatadi mana. Joylarni ham rejimga boblab qo'yibsizlar. Ha, bu yoqqa mana 2 ga 1 2 hamlik tunukada o'rab qo'yishdi. Ya'ni bu chang emasligi uchun, maqsad o'g'il bo'lmasligi uchun mana. To'g'ri. Zo'r holatda mana qilib qo'yishdi. Nasib qilsin yaxshilik ishlatsin. Keyin drabilkamiz ma'qul bo'lgandan keyin bu aralashtiradiganni oldik. Oldin O'shanbekka qo'lda aralashtirib berdingiz, a? Qo'lda aralashtirardim, keyin bo'lardi. Qog'oraga solib aralashtirib berdingiz, aka? Hozir 5 minutda tayyor bo'lyapti-miz. Mana hozir ko'rsatib o'zlariga bundan oldin ishlatib ko'rsatib berdim, mana dadalarga ko'rsatib berdik. Juda bir zo'r ma'qul keldi klientimizga. Hozir buni bir yana video davomida ishlatib ko'rsatib beramiz, mana. Hozir mishalkamiz haqida bir ozgina tushuncha berib o'tamiz. O'shanbekka yana bir bor obunachilarimizga. Hozir mishalkamiz 250 kilogramlik 250 ta yem oladi. Agar shunaqa hashtag bir silyos bo'lsa, kamroq sig'adi, ya'ni gabarit bo'lgani uchun aka. Hozir mishalkamiz aytib o'tdik 250 kilogram. Disklar kantil bo'ladi. Agar kimgadir yangisi bo'lsa, yangisini qilib beramiz. Hop, bunimizda mana eng asosiy 220 ishlaydi mana. Bo'lsa mana ishlaydi. Hop, retro ham mana yangi 200 talik bo'ladi, 40 ga 1 bo'ladi. Motori ham 3 kilovat, 1.5 megawatt mis bo'ladi, yangi bo'ladi. Yangi motor, yangi retro bo'ladi. Bunlar ham mana yaxshi ekan, mana 235 ekan. 220 mana bu narsa mana. Eng asosiy mana 4 ta baloni ham bor mana. Bu yoqdan bu yoqqa mana yetalay yursa bo'ladi, bemalol. Qiyinchilik bo'lmaydi olasa. Endi O'shanbekka mana bir obunachilarga gap isbot bilan deganda ishlatib ko'rsatib beramiz aka. Ha, mana bismillahirrohmanirrohim. Mashalloh, zo'r holatda ishlayapti mana obunachilar. Qo'llari ham mana ko'rishlar mumkin. Rezinkali bo'ladi mana, rezinkali bo'ladi. Oddiydan emas. To'la holatda ham shu yurgizilsa ishlaveradi. Tiqilib, qisilib, akalar qiynalib qolmaydi. Zo'r holatda ishlayapti mana. Mazza qilib mana qo'ying. Endi buni Ravshanbekka bittadan qilamiz hozir. Buni hozir aralashtiryapmiz. To'xtatib, qo'ylarga ozgina berib ko'ramiz aka. Bo'ldi. Ishni ham bir ko'rsatib beramiz obunachilarga. Qani, Ravshanbekka. Bu yoqdan ochiladi. Ko'p tushib ketdingmi? Ha. Ozgina olaylik aka, keyingidan ko'rsatib beraman. Ozgina olaylik og'araga. Keyin salafan yozib ko'rsatib beramiz. Salafan yozib beramiz tagiga. Shu bo'lar. Bo'ldi, mana hozir. Endi ko'rsatib berish uchun hozir o'z oldimizni olib qo'ylarga beryapmiz mana. Ratsionda mana mazza qilishyapti, mashalloh gap yo'q. Mazza qilishyapti. Endi bularga qolganlarga endi kiyishni beramiz. Mazza qilyapti mana. Endi buni hozir birorta bir salon bo'lsa, buni ham ishlatib, qopqog'ini ochib ko'rsatib beramiz. O'shanbekka bormi biror nima? Tagiga hozir ko'rsatib beramiz aka. Hozirroq shularni. Salafan hozir ko'rish kerak. Xo'p, hozir salafan topib olgancha ozgina videoni uzib turamiz, obunachilar. To'g'ri shu narsa degan umidamiz. Obunachilar mana tagiga narsani yozib oldik mana. Hozir qopqog'ini ochib, ishlatib, shularni ko'rsatib beramiz. O'shanbekka. Ha, bo'ldi. Ochsam bo'ladimi? Ochavering aka.
Hozir. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Nimalar onarsani o'zi to'kib beradi. Endi buni tushunarli bo'lsin deb ozroq ko'rsatib beryapmiz. Shu holat hammasini endi hozir bir kichikroq bo'lgani uchun to'xtatib qo'ydik. Buni lekin hammasini chiqarib tushirib beradi. Rashom aka, naqli bo'lgan bo'lsa aka, rozib qo'ying aka, yaxshi yo'lda yashading aka. Xudo senga nimadir narsalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarsan, chorlik yetkazib beramiz aka. Rahmat kattakon. Kimga shunaqangi mishalkalar yoki mana ichkarida drapkalardan kerak bo'lsa, bemalol nolonga mana shu raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Dastlabkasi mishalkan kelishiga holatda drapkani narxi 3600 ming so'm, dastlabkasi bepul bo'ladi. Aloqaga chiqarasizlar, to'liq ma'lumot beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.